Bu kishi o'sha Chorsida yetim bola madrasasi bo'lgan ekan. Shu Pekanni yonib berdi. O'sha yerda mudarris bo'lgan. Keyin o'sha jomining orqasida hammom bo'lar ekan o'sha vaqtda. Shu hammomda go'laxonasida istiqomat qilar ekanlarda, bola chaqa yo'q, hovli joy ham yo'q. O'sha yerda ham go'laxonlik qilar ekanlar. Men 5-6 yetimcha bolalar gadoylik qilar ekanda, o'sha yerda yotar ekan birga. Kunduzi gadoylikka chiqib ketar ekan. Muhimiy domla ustozlari, Mavloviy domla sani bir odam bilan tanishtirib qo'yay deb o'sha go'laxonaga olib kelganlar. Ikkovini o'sha yerda Muhimiy domla shu g'azalni ko'mir bilan yozgan ekan, qog'ozga ko'mir bilan. Xat qalam ham yo'q ekan. Muhimiy domlaga shuni sovg'a qilganlar. Keyin Muhimiy hazrat shu g'azaldan ta'sirlanib bitta to'n kiygizganlar o'sha odamga, mahjurga. Mahjur ya'ni endi hajrlangan deganida, to'g'rimi? Qor ekan. Tashlandiq deganga o'xshagan ma'noda mahjur. Tashlandiq degani. Ha, endi o'zini xor tutganda. Ha, shunaqa. Bismillahirrohmanirrohim. Biri ham ko'rmadi o'tmishda hech shoh. Mening bu davlatim illohi billah. Ya'ni qadimgi podsholar men ko'rgan davlatni birortasi ham ko'rmagan Xudo haqi deyaptilar. Gulah derlar mening oliy maqomim, o'tar xat ustida har subh shomim. Mani qabulxonam hammomni go'lahxonasi, hashaylarning ustida hayot kechiraman deyaptilar. Siniqmay ko'zasi boshimda tojim, o'zim mahmur ammo yo'q ilojim. Mana shu yerda tasavvuf falsafasi bor endi. Vahdat, Allohning muhabbat mayni ko'zasini sinig'i mani tojim deyaptilar. Ya'ni men bu dunyoning podshosi emas, Allohning oshiqlarning poshosiman deyaptilar. To'g'rimi? Gadoylar darbadarlardir vazirlar, haqirlik iqlimida benazirlar. Hali yetimcha bolalar aytyaptilar. Gadoylar hech nimasi yo'qligida bularga teng keladigan yo'q deyaptilar. Qilib kech non tilash birla yo'l uzra, meningla hamnishindirlar kul uzra ana. Kunduzi ko'chama-ko'cha gadoylik qilib non tilaydi, kechqurun kuldusda men bilan suhbat quradi. Sipoh sog'log'imdir anduhi g'amlar, hisobsiz lashkarim qayg'u alamlar. Ya'ni mani lashkar boshilarim ko'rgan anduhi g'amlarim deyaptilar. Hisobsiz lashkarim qayg'u alamlar. Hayotda ko'p tashvish qayg'u alam ko'rganman deyaptilar-da. Qo'ram tahirmanin taxtim degayman. Shukr aylab shunga baxtim degayman. O'sha hammomni qo'ramtasi meni taxtim deyaptilar. Shunga shukr qilaman deyaptilar. Bu davlatni Sulaymon ko'rmagandir. Mening ayshimni Jamshid surmagan edi. Sulaymon alayhissalom yer yuzini podshosi bo'lganlar, lekin manikidaqa harobotiy davlatni kuch ko'rmagan. Eronning podshosi Jamshid meni maishatimni qila olmaydi deyaptilar. Ya'ni u o'zimdan bo'lgan harom bo'lgan aroqni ichib, aroq daryo bo'lib oqar ekan Jamshid ba'zan bersa. Lekin men Allohning vahdat may bilan mast bo'laman, meni maishatimga teng kelmaydi deyaptilar.